Assalomu alaykum. Keyingi darsimizga xush kelibsizlar. Bugungi darsimiz sizlarni hayotingizni tubdan o'zgartirishga sabab bo'ladi degan umiddaman, chunki bu darsning o'zi menga juda ham katta ta'sir qilgan va men dunyo aholisini 1% ga kirish uchun harakatni allaqachon boshlab olganman. Sizlar ham bugungi darsdan keyin dunyo aholisini 1% ga kirishni niyat qilasiz degan umiddaman. Xo'p, bu nima degani? Dunyo aholisi statistikasini bugun sizga gapirib bermoqchiman. Dunyo aholisining 80% yollanma ishchilar ekan. Ya'ni yollanma ishchilar bular ofitsiantlar, bular o'qituvchilar, bular oshpazlar, bular davlat ishi yoki nodavlat ishida kimnidir ish beruvchining qaramog'ida ishlaydigan insonlar. Bu insonlar masalan siz ham bo'lishingiz mumkin, o'zim ham bo'lishim mumkin. O'zim ham ishlaganman, davlat ishida o'qituvchi bo'lib ishlaganman masalan. Ya'ni yollanma ishchilar dunyo aholisining 80% ni qamrab olgan insonlar. Bu insonlar juda ham hayotda qo'rquvi baland, pullarga bloklari ko'p, riskovать qilishga, ya'ni risk qilishga juda ham qo'rquvi baland insonlar hisoblanar ekan. Ya'ni bularga shunday ramka beriladi va o'sha ramkadan chiqib ketishni istamaydigan, o'sha ramkaga kirib olgan insonlar hisoblanadi. Sizlarni tabriklayman. Siz u ramkadan chiqishni istaydigan insonlar qatoridasiz. Ya'ni balki hozir o'sha dunyo aholisining 80% ga kirgandirsiz. Balki hozir o'sha demak oylikdan oylikka yashab, ammo orzular qilib o'tirgan holatdadirsiz yoki shu holatdan chiqib ketishni istayotgandirsiz ki marafonni sotib olgansiz. Shuning uchun ham 80% ga kiradigan bo'lsangiz, sekin astalik bilan o'zini band qilish, undan keyin biznes, undan keyin investorlikka o'tishingiz mumkin bo'ladi. Demak, yollanma ishchilik. Men fevral oyigacha maktabda ishlaganman, oylikka obeddan keyin ishlaganman. Yugurib kelib bu yerda konsultatsiya o'tib, obeddan keyin borib ishlaganman. U ish menga juda ham katta mas'uliyat, u ish menga juda ham katta bosim va charchoq berardi. Men u ish meniki emas ekanligini bilar edim va fevral oyida men u ishdan butunlay chiqib, o'zimni mana shu ishimga bor energiyamni, bor kuchimni sarflashni boshladim. Ya'ni men o'sha qo'rquvimni fevral oyida yo'qotdim. Nima bo'lsa bo'lsin, peshonadan ko'ra men rizq Allohdan deb u ishdan kechdim. Yollanma ishchi bo'lsangiz, hozir o'zingizni qobiliyatingizni, o'zingizni resurslaringizni demak inobatga olib, ikkinchi darajaga chiqishingiz mumkin. Ya'ni bular o'zini o'zi band qilgan insonlar. Bular stilistlar, parixmaxerlar, tikuvchilar, psixologlar, mana massajistlar bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zini mobilograflar, SMM mutaxassislari, o'zini o'zi band qilgan insonlar. Bular dunyo aholisining 20% ni tashkil qiladi. Bu juda ham yaxshi. O'zingizni grafikingizni o'zingiz belgilaysiz. Demak, o'zingizni qobiliyatlaringizdan kelib chiqqan holatda o'zingizni sevimli kasbingiz bilan shug'ullanasiz. Demak, pul topishingiz u insonlarga nisbatan 2x dan 10x gacha baland bo'ladi. Masalan, men oyligim 3 million bo'lgan, davlat ishida ishlagan paytimda, hozir esa 2 soatim $50, ya'ni o'zingiz hisoblang. Bir oyda 2 soatim $50 bo'lsa, 10 soat ichida men $500 topishim mumkin bo'ladimi? Yo'q, 10 soat ichida 1 soat konsultatsiyam $50. Demak, men 10 soat davomida $500 topishim mumkin. Bir oy davomida prosta shunchaki 10 soat ishlab $500 topishim mumkin. Undan nechidir barobar juda ham ko'p vaqtim bemalolroq, o'zimga o'zim grafik tuzaman, o'zimga o'zim xo'jayinman. Masalan, kela olmay qolgan taqdirimda ham bitta insonga tushuntirib, uzr, men konsultatsiyaga bora olmayapman. Bugun ertaga sizga 1 soat emas, 2 soat konsultatsiya o'tib beraman.
ming bor uzr, masalan bolam kasal bo'lib qolishi mumkin, qanaqadir muammo chiqib qolishi mumkin. Men bemalol hech kimdan ruxsat so'rab ariza yozib o'tirmaymanda, aynan konsultatsiyaga keladigan inson bilan kelishib, ertasi kuni uni yana ham xursandroq qilib, yana ham ko'proq vaqt o'tib berib vaziyatdan chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Xo'p, 3-etapga keladigan bo'lsak, 3-etapimiz biznesmenlar. Men hozirgi kunda shu darajaga chiqish harakatidaman. Ya'ni biznesmenlar bu, masalan, siz hozir siz atelyengiz bo'lsin yoki siz mobilograf bo'lsangiz, biznesmen hisoblanmaysiz, o'zini o'zi band qilgan inson bo'lasiz. Biznesmenlar dunyo aholisining 10% ni tashkil qiladi. Biznesmenlar shunday insonlarki, ularning o'zining kompaniyasi bor va o'sha kompaniya ular uchun ishlaydi. Ularning qo'l ostlarida masalan 10 tadan cheksizlikkacha demak ishchilar ishlaydi, 10 tadan ziyod ishchi ishlaydi va ular biznes uchun jon fido qilib ishlab avtomatlashtirilgan biznesni qurishadi. Ya'ni avtomatlashtirilgan biznes qanday bo'ladi? Masalan, sizda qanaqadir kompaniyangiz bor, do'koningiz bor, konstovar do'koningiz bor. Keling. Konstovar do'koni ertalab soat 8:00 dan kechki soat 8:00 gacha ishlaydi. Masalan, yoki kechki 10:00 gacha ishlaydi. Shu paytda siz uni o'zini uborka qiladigan insoni bor, ertalab kelib eshikni ochadigan inson bor, savdo qiladigan inson bor, marketing bo'yicha demak biznesingizni olib boradigan inson bor, SMM spetsialist sizni biznesingizni Instagram sahifasini, Telegram sahifasini yoki YouTube sahifasini yurg'izadi. Ana qarang, nechta ishchi bo'ldi. Demak, u ishchilari sizni biznesingiz uchun ishlashadi. Mana bular haqiqiy biznesmenlar. Yoki sizda masalan hozir 5 ta yo 6 ta kvartira bor, ularni arendaga bergansiz. Mana bu biznesmen deyiladi. Siz shunchaki pullarni yig'asiz va oyma-oy arendalarni terasiz, bo'ldi. Mana bu biznes deyiladi. Undan tashqari yana biznes deganda biz to'g'ri tushunishimiz kerak bo'lgan vazifa, masalan, sizni tagi joyingiz bor, siz salon qurgansiz va salonchilarga arendaga bergansiz, salon sohasida ishlaydiganlarga arenda bergansiz. Oyma-oy u arendani yig'asiz, masalan, svetga to'laysiz, gazga to'laysiz, boshqa to'lovlarni qilasiz va sizga sof foyda qoladi. Mana bu biznes. Ya'ni siz o'zini o'zi band qilgan bilan biznesni aralashtirmang. Umuman boshqa narsalar men oldin aralashtirganman va u narsani to'g'ri tushunmaganman. Biznes yana nima qilish mumkin? Masalan, siz kichkina masalan Safiyani oladigan bo'lsak, Safiya uydagi biznes bo'lgan. Safiyani tarixini men o'qib chiqqanman. Safiya bu uydagi biznes, ya'ni uyda ochilgan bo'lgan. Hamma narsa pishiriqlar, boshqa ichimliklar, uyda ichimlik bo'lmagan paytda tayyorlangan, uydan sotilgan bo'lgan. Keyin kichkina Safiyani tarmog'i ochilgan, undan keyin 4 ta 5 ta tarmog'i ochilgan, endi O'zbekiston bo'ylab tarmoqlari ochilib, hozirda katta 5 etajli shunaqa kompaniya qurilib, barcha mahsulotlar yetkazib beriladi, barcha tarmoqlarda, barcha masalan vokzalda bor, temir yo'l bekatlarida Safiyani kichkina filiallari bor. Buxoro bo'ylab 4 ta 5 ta filial hozir ochilgan, Toshkent bo'ylab 20 dan ortiq filiallar ochilgan. Ya'ni bu biznes o'zini o'zi qoplab, o'zini o'zi foydaga keltirib, ya'ni biznesmen o'zi ishlamaydi, uni o'rniga ishchilar ishlaydi. Siz shunday qilishingiz kerakki, hozirgi biznesingiz, hozirgi o'zingiz band qilgan ishingiz, ya'ni siz uchun ishlasin. Siz uchun boshqalar ishlasa, siz uchun boshqalar mehnat qilsa, siz ularga foiz to'lasangiz, mana bu biznes hisoblanadi. Biznesning oltin qoidalaridan biri bu, sizni qo'l ostingizdagi ishchilar foizga ishlashi kerak. Chunki foizga ishlasa tezroq, sifatliroq ishlaydi. Biznesning oltin qoidalaridan biri, siz u yerda
ish qilishingiz kerak emas, shunchaki nazorat qilishingiz kerak. Siz bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham u ish bo'lishi kerak, samaradorligi baland bo'lishi kerak. Xo'p, biznesning oltin qoidalaridan biri, siz unga umringizni sarflaysiz, vaqtingizni sarflaysiz, pulingizni sarflaysiz, keyin undan natija kutasiz. Biznesning oltin qoidalaridan biri, siz insonlarni ehtiyojlarini qondirasiz. Siz insonlarni talablarini qondirasiz. Siz insonlarni og'riqli nuqtalarini yopasiz. Siz insonlarga status berasiz. Biznesning oltin qoidalaridan biri. Ya'ni status. Men nima uchun imенно Safiyadan borib kofe olaman? Chunki uni ta'mi boshqacha. Haqiqatan ham uni ta'mi boshqacha. Safiyani kofesi meni boshimni aylantirmaydi. Safiyani kofesi meni davleniyamni ko'tarmaydi. Safiyani kofesi menga status beradi. Masalan, siz bir xil tezlikda yuradigan mashinadan qimmatrog'ini tanlashingiz mumkin. Nima uchun? U sizga chunki status beradi. Aynan sizning biznesingiz ham borib sizdan xarid qilinganda, sizning uslugingizdan foydalanganda insonlarga status bersin. Men kuchliroqman, men baxtliroqman, men o'zimga ishonganroqman degan tushunchani berish kerak. Biznesning bu oltin qoidalaridan biri. Ya'ni siz hozir yo'llanma ishchi bo'lsangiz, bir yil davomida o'zingizga maqsadlar qo'yasiz. 10 ta, 15 ta maqsad qo'yasiz. O'zini o'zi band qilgan insonga aylanishingiz uchun. Men hozir o'zini o'zi band qilgan insonman. Endi business ladyga aylanishim uchun ham men 1 yil davomida 10 ta, 15 ta maqsad qo'yganman. O'sha maqsadlarimga sekin astalik bilan erishib kelmoqdaman. Xo'p, keyingi demak variant, ya'ni keyingi insonlarning 1% bu investorlar hisoblanadi. Investorlar haqida bizda ma'lumot juda ham kam, juda ham yo'q desam ham bo'ladi. Investitsiya haqida bizlarga ma'lumotlar nol. Sizga uyga vazifa, investor kim? Investor qanday investorga aylanishi kerak? Ya'ni siz biznes boshlash uchun hozir sizga kattaroq summa kerak bo'ladi. Investor bo'lish uchun esa kichkina summa kerak bo'ladi. Lekin investor bo'lish uchun sizga vaqt kattaroq kerak bo'ladi. Ya'ni siz biznes ochsangiz, уже ochilgan kundan boshlab sizga foyda keltirishni boshlaydi. Biznes ochganingizdan boshlab sizga foyda keltirishni boshlaydi. Investor bo'lsangiz esa 5 yildan keyin, 10 yildan keyin uzoq muddatga sizga foyda kelishni boshlaydi. Ya'ni investorlar bu dunyoni 1%ni egallagan insonlar, milliarderlar, hammasi millionerlar, hammasi investor hisoblanadi. Ya'ni siz investitsiya qilasiz, allaqachon bozorda o'zini o'rnini topgan kompaniyalardan siz dividend sotib olishingiz mumkin. Dividend sotib olganda sizga har 3 oyda qanaqadir foiz to'lanadi. Masalan, siz har oy $50 investitsiya qilishingiz mumkin. Ya'ni investor bo'lishingiz uchun siz investitsiya bo'yicha kitoblar o'qib chiqishingiz kerak, kurslarni o'qib chiqishingiz kerak. Men hozir shu yil oxirigacha business lady bo'lish uchun harakat qilyapman. Ya'ni keyingi yilda уже investitsiyani o'rganib, investor, ya'ni siz ishlamaysiz, siz uchun boshqa kompaniyalar ishlaydi, siz shunchaki ko'rib, sotib, olib, sotib, uni foyda ko'rishingiz mumkin yoki har 3 oyda dividend olishingiz mumkin aksiyalarni sotib olgan holatda. Investitsiya haqidagi YouTube'dan siz ma'lumotlar olishingiz mumkin. Investitsiya qilib siz kelajagingizni qurasiz. Investitsiya qilib siz masalan o'zingizni hayotingizni pul oqimini yana ham kengroq, yana ham uzoq muddatga ochishingiz mumkin bo'ladi. Investitsiya qilish bu kattaroq risk, biznesdan ko'ra kattaroq risk bo'ladi. Chunki siz pulingizni qaytib olish yoki olmasligingiz ma'lum bo'lmaydi u yerda. Investitsiya qilib siz gunoh emas bu investitsiya qilish, ya'ni
siz to'g'ri investitsiya qilishni o'rganishingiz kerak. Har kuni 10 daqiqangizni investor bo'lish uchun sarflang. Har kuni 10 daqiqangizni. Ya'ni investor bo'lish uchun nima qilsam bo'ladi? YouTube'da juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Investorlik kurslari bor. Ularni o'qib chiqib, pul tikmasdan, shunchaki ularni bepul kurslarini o'qib chiqib investor bo'lishingiz mumkin. Demak, siz hozir yo'llanma ishchi bo'lsangiz, bundan xafa bo'lmang. Chunki sizning o'rningizda bo'lishi mumkin bo'lgan insonlar juda ham soni katta. Siz o'zini o'zi band qilgan inson bo'lsangiz, bundan ham xafa bo'lmang. Chunki yo'llanma ishchilar sizni o'rningizda bo'lishni xohlashadi. Siz biznesmen bo'lsangiz, bu уже ancha yaxshi. Chunki yo'llanma ishchilar o'zini o'zi band qilgan insonlar sizning o'rningizda bo'lishni istaydi. Biznesingizni rivojlantiring. Biznesingiz uchun har oy bitta yangilik kiriting. Har oy bitta yangilik. Masalan, men iyul oyida retrit uyushtirdim. Iyul oyida ham o'zim aylanib keldim, ham bir necha insonlarni baxtli bo'lishiga, ularga emotsiyalar berishga sababchi bo'ldim. Ular o'zini biznesini, o'zini munosabatlarini tiklashiga yordam berdim. Ya'ni barcha mana shu ko'rib turgan videolarimni ko'rib turgan insonlar investor bo'lishi kerak. Jumladan o'zim ham. Investitsiya bu kelajak, investorlik bu sizni o'zingizni, farzandlaringizni kelajagini ta'minlab qo'yadigan, ya'ni pul magnitini eng katta magnitlardan biri bu investitsiya hisoblanadi. Siz hozir sekinlik bilan siz hozir yo'llanma ishchi bo'lsangiz, bir kunning o'zida investor bo'lib qola olmaysiz hech qachon. Shuning uchun qadamma-qadam 1 yil davomidagi davomiy harakatlar, 1 yil davomidagi tuzilgan planlar, rejalar asosida siz etapma-etap ko'tarilib borasiz. Barchangizga rahmat. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Investor bo'lish uchun olg'a, menga uyga vazifalarni tashlanglar, men uyga vazifalarni ko'rib chiqaman. Investorlik sari birinchi qadamingizni bugundan boshlab qo'yishni boshlang. Пока-пока.